Men Murodov Mo'minjon Mirhamitovich, Namangan viloyati Pop tumani Bog'ishamol mahalla yoshlar yetakchisi lavozimida ish faoliyatimni olib boraman. Mahallamiz aholisi 3099 nafar, shundan 775 nafari 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qavmini jalb qiladi. Mahallada har yili xatlov o'tkazamiz. Xatlov jarayonida ishsiz, migratsiyadan qaytgan yoshlar bor. Keyin sportga, madaniyat, san'atga qiziqadigan yoshlarni xatlov jarayonida aniqlab mahalla yoshlar balansiga kiritamiz. Mahallamiz yoshlari o'sha tuman viloyat markazidan uzoqligiga qaramasdan juda faol. 5 tashabbus olimpiadasida sport yo'nalishlarida respublikada bitta birinchi o'rin, ikkita ikkinchi o'rin sohiblari bor. Viloyat va respublika bosqichlariga doimiy qatnashib, mahallamizni, qishlog'imizni obro'sini doim yuksalga ko'tarib kelishmoqda. Mahallamiz yoshlari ikkinchi o'rinni olgan mahallamiz qizlari, yengil atletika qizlar, o'shalarning sharafiga maktabimizga street workout maydonchasi qurib berilgan. U maydonchada mahallamizda uyushmagan yoshlari har kuni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etib, sog'ligiga foyda keltirib shug'ullanishmoqda. 2025-yil ishsizlar bo'yicha migratsiyadan qaytgan ishsizlarga 19 nafariga unumdor yerdan PQ 153 sonli qaror bo'yicha yer berganmiz. O'sha 19 nafar yoshlarimiz ham o'zi shug'ullanib migratsiyaga bormay dehqonchilik faoliyatini olib borib, o'sha ro'zg'origa foyda keltirmoqda. Xatlov jarayonida aniqlangan bir nafar migratsiyadan qaytgan yoshim bor, Ismatiloyev Doniyor. O'sha xatlov jarayonida aniqlandi. Aka dedi, men Rossiyaga ketaman yana dedi. Men dedim, prezidentimizda 62-sonli qarorlari bor. Aloqa bankdan yoshlarga imtiyozli kredit ajratish bo'yicha. Seni bilaman, oldin mashina tuzatib yurarding. Desam, hamma bo'lmasa aka o'sha kredit olib faoliyatimni boshlasam, Rossiyaga bormayman deb aytdi. Keyin o'shani kredit olib berdim. Bundan tashqari yana 4 nafar, jami 5 nafar yoshlarga prezidentimizning 62-sonli qarori bo'yicha 300 milliongacha imtiyozli kredit olib berdik. Ular hozir ish faoliyatini olib bormoqda mahallamizda. Jami o'sha 5 nafar yoshim yana o'zi bilan birgalikda yana 18 ga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minlagan. Prezidentimizning qarori va farmonlariga mahallamiz yoshlari doim labbay deb javob beradi. Men shu mahallada tug'ilib o'sganman va shu mahallada hozir mahalla yoshlar yetakchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Prezidentimizning qaror, farmon, yoshlarga berilayotgan e'tiborlari, g'amxo'rliklari men orqali mahalla yoshlar yetakchisi orqali yoshlarga yetib borayotganda men juda faxrlanaman bundan.